Kainatning yaratilishida va mavjudiyat olamining bir-biri bilan bo'lgan munosabatida haqiqiy bo'lg'ini yaxshilikdir. Muqaddas dinimiz bo'lgan islomning avatilishdagi g'oyasi yaxshilikni yer yuzida hokim qilish, yomonlikni tub yiltizdan yo'q qilishdir. Musulmon yaxshi inson, solih qul, fazilatli kishi bo'lishi kerak. Shuning bilan birlikda tabiatida bor bo'lgan yaxshilikka intilishni, yomonlikqa qarshi g'ayratini jamiyatga aks ettirish mas'uliyati bordir. Bu mas'uliyatning ismi amr bil ma'ruf, nahy anil munkar, ya'ni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishdir. Janobi Haq subhanahu va taolo iymonliq, vijdonliq, sezgur insonlardan tarkib topgan islom ummatini Qur'oni Karimda shundoq ta'riflaydi. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'a chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'siydigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Iymon va yaxshilik bir-birining ayrilmas juftidir. Payg'ambarimizning ifodasi bilan yaxshilik go'zal axloqdir. Ushbu sababdan hayotda adolat, marhamat, hurmat, durustlik, vafo va kang qo'rsoqlikqa o'xshash go'zal axloqqa doir har qanday ish-harakatning hammasila birer yaxshilikdir. Musulmon bo'lsa, yaxshilikning tamsilchisidir. U amaliy harakati bilan yaxshilik qiladi va shuning bilan bir vaqtda hikmatli til, go'zal o'git, to'g'ri ma'lumot bilan atrofidagi kishilarni yaxshilikqa da'vat qiladi. Payg'ambarimizning tavsiyasiga amal qilib, hayotni osonlashtiradi. Hargizmi qiyinlashtirmaydi. İnsanlarga xush bishorat beradi. Hargizmi o'zidan nafratlantirib qo'ymaydi. Mu'minlar yaxshi gumon qiladi. Yaxshi o'ylash va yaxshi so'zlashning iymonning zaruriyati ekanligini biladi. Mu'minlar kishilarga qarata yaxshi niyatda bo'ladi va yaxshi muomala qiladi. Hayotning har qaysi sohalarida diyonatlik bo'lishni, samimiylik va rostchilikni tashabbus qiladi. Mu'minlar butun kuchi bilan yomonliklarni oxirlashtirishga tirishadi. Yomonliklarga ko'z yummaydi. Tilini yolg'on va tuhmatlar bilan, zihnini yomon gumonlar bilan kirlatmaydi. Fitna fasod va g'ayvatlarga tuturuq bo'ladigan asossiz so'zlarga aldanmaydi. Chunki u kishilarning nom sharifi va izzat hurmatining bir-biriga omonat qilinganligini biladi. Omonatga xiyonat bo'lsa, yomonlikning bir parchasidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadisda tuvandikilarni bayon qiladi. Sizlarning biringlar biror yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan to'ssin. Buningga kuch yetmasa, tili bilan to'ssin. Buningga kuch yetmasa, qalbi bilan bo'lsin yomon ko'rsin. Bu bo'lsa iymonning eng ojiz holatidir. Shunga hamisha yaxshilikni tavsiya qilib, bilimimiz, tajribamiz, kuchimiz va iqtidorimizga mos holda yomonlikning oldini olaylik. Bu har birimizning diniy mas'uliyati va insonlik majburiyati. Yaxshilikni yeyish va yomonlikning oldini olish uchun bosgan har bir qadamimizga savoblar yozildiganligiga chin ko'nglimizdan ishonamiz. Oxirida muhim bir nuqtani eskartib qo'ymoqchiman. O'zimizning va yaqinlarimizning salomatligi uchun yuqumga qarshi ehtiyotkorligimizni sustlashtirib qo'ymaylik. Kasalga sal qaramay, zarur bo'lgan tadbirlar bilan oldini olaylik. Maska taqash, orliq saqlash va shaxsiy tozaliqqa ahamiyat beraylik. Bizning baxtsiz odatimiz, sog'lomligimiz va bexatarligimiz uchun jon ko'ydirib xizmat qilayotgan qarindoshlarimizning ishini qiyinlashtirmaylik. Bundaq muhim masalaga sal qarab beparvolik qilishning ham insonlarga, ham ulug' Allohga qarshi bizni javobgar qildiganligini hargiz esimizdan chiqarmaylik.